Sharq Turkistondagi tutqun qilingan, shehid qilingan ulamo, chiqilgan masjidlarni oshkor qilayli. Hurmatlik muajiratdagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda umumyuzlik tutqun boshlangandan keyin Sharq Turkistondagi ulamolarimizni tutqun qilish va shehid qilish hamda masjidlarimizni chiqishga boshladi. Lekin hozir qadar qo'limizda buning qarta to'liq statistika yo'q. Xitoy tajovuzlarining Sharq Turkistondagi uchurlarni qamal qilishi va vatandan tutqun qilingan ulamo yoki chiqilgan masjidlarning uchurini olish tezga to'xtaydi. Muajirat yashayotgan Uyg'urlar biz o'zimiz turishlik yurtdagi ulamo va masjidlarning ahvolidan qisman xabarimiz bor. Shunga biz o'zimiz biladigan shu uchurlarni bo'lsa-mu bir yerga to'plab, arxivlashtirib, material sifatida saqlasak, Xitoy tajovuzchilarini xalqaro sudlarga arz qilishdimi bu xildagi dalil isbotlar ularni ayblashga hamda zulmni fosh qilishga asos bilan ta'minlaydi. Qarindoshlar, bizning qo'limizdan hozirga keladigan ishlarni mukammal qilishga tirishaylik. Hozircha kelmaydigan ishlar to'g'risida munozara qilishgandan qilalaydigan ishlarni qilg'ash turaylik. Vaqt biz uchun bak qimmatlik. Bu xil uchurlarni ta'minlashni xohlaydigan qarindoshlar tuvandagi nomer bilan aloqalashsa bo'ldi. Aloqalash uchun Nabijan Allah WhatsApp nomeri 0046 737 46 27 99.